Xo'p, Oysha, assalomu alaykum. Avvalambor xush kelibsiz. Qaysi kursda o'qidingiz, Oysha? Booster 6'da o'qidim. Demak, natijangizni bir ko'rib olamiz. Listening 8, reading 7, writing 6,5, speaking 7. Umuman olganda birinchisi bu sizga, to'g'rimi? Birinchisi. Birinchisiga juda ham zo'r, ajoyib natija. Xo'p, zo'r. Xo'p, kursdan oldin qanaqa edi natijangiz? Listeningiz, readingiz? Kursdan oldin listening 6,5-7 atrofida edi. Reading bo'lsa, reading 5,5 edi. Writing вообще past 5, 5,5 shunaqa edi. Speaking 6,5 edi stabilni. Demak, listeningda 1,5, readingda ham 1,5lik o'sish bemalol bo'lib degani. Okay. Kurs haqida qanaqa fikrlaringiz bor? Qanaqa plyus, qanaqa minuslari bo'ldi? Birinchi olgan onlayn kursingiz manimcha yoki undan oldin olganmisiz qanaqadir onlayn kurs? Undan oldin ko'p kurslar olganman. Aha, Lekin oxirgisi bo'ldi. Men boshqa kurslarda sizni kursingizchalik nazorat ko'rmadim. Chunki meni normalniy nazorat mashq kursida ko'rganimcha oxirgi onlayn kursim sizniki bo'ldi-da. Boshqa kurslarda ham bo'lardi, lekin yetarlicha bo'lmasdi. Men keyin o'zim xohlagan natijaga chiqa olmas edim. Baribir sal bo'lsa ham bo'sh qo'yib berishardi yoki ChatGPT ishlatardim. Endi tan olaman, sezishmas edi bu narsani. Sizni kursingizda nikak iloji yo'q edi uni. Xo'p, natijangizdan xursandmisiz? Da, juda ham xursandman. Birinchisiga zo'r narsa bu. Okay, zo'r. Kattakon rahmat. Aloqada biza bo'lmasa Oysha, salomat bo'ling. Gaplashamiz yana. Rahmat. Thank you.